Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə xəbərlər ekranımız olsun. Xitoy bu yillik bostirish harakati haqida maxsus yig'in ochdi. Xitoy atalmış Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligini xotirlashga tayyorlik qilayotgan mezgilda atalmış qaror razil kuchlarni yo'qotish nomida maxsus yig'in ochdi. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy rejimi 31 may Urumchida 2025 yillik atalmış qaror razil kuchlarni yo'qotish ko'rishi rahbarlik guruhi yig'in ochgan va bu yillik harakatlarni o'rinlashtirgan. Xitoy har yili bu nomda maxsus yig'in ochib, Sharq Turkiston xalqini texmo kuchaytirib bostirish jinoyatini planlab ijro qilib kelmoqda. Bu yilgi o'xshash nomdagi yig'inda 2025 yilining atalmış Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligi ekanligi, bu sababli bu harakatni texmo kuchaytirib ijro qilish kerakligi ta'kidlangan. Yig'inda bultur Sharq Turkistonda atalmış qaror razil kuchlarni yo'qotish xizmatidan rozi bo'lish darajasining 97% ga yetganligi, ommaning bexatarlik tuyg'usining Xitoy bo'yicha oldingi qatorda turadiganligi haqida joriy qilingan. Yig'in silliq tariqada Sharq Turkistonning har qaysi joylarida tang echilgan. Xitoy Sharq Turkistonda sistemalik irqiy qirg'inchilik jinoyatini izchil ijro qilish bilan birga turli nomlar ostida bostirish, nazorat, kontrol harakatini davomlashtirib, xalqni har tarafdan kuchli besim ostida qo'rishab turmoqda. Bu yil Xitoy atalmış Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligini xotirlash uchun alohida tayyorlik qilayotgan bo'lib, bu haqdagi tashviqotlarni kuchaytirish bilan birga bostirish harakatlarini buningga markazlashtirmoqda. Uyg'urlar Qurbon hayiti arafasida Xitoy bayramini majburiy tabrikladi. Musulmonlarning eng cho'ng bayrami bo'lgan Qurbon hayiti yaqinlashayotgan bir mezgilda Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlar Xitoyning Tangzongza Dönvu bayramini tabriklashga majburlandi. Xitoy Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik siyosatini qattiq ijro qilish jarayonida Xitoy madaniyatini Uyg'urlarga majburiy tengib kelgan bo'lib, burun Xitoyning an'anasi deb ta'kidlanib kelgan turli bayramlar navbatda barliq millatlarning o'rtaq bayrami nomida tashviq qilinmoqda. Atalmış Şinjan gazetining aloqador xabarlarida ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonning barliq joylarida Xitoyning Tangzongza bayrami uchun turli faoliyatlar, musobaqalar o'rinlashtirilgan. Xabarda Xotan, Korla, Aqsu, Qashqar qatorliq joylardan misol keltirilgan bo'lib, Xotan Ajdaho Qulvoq komandasining bayram munosabati bilan 4000 kilometrdan ortiq masofani besib, Xunanga joylashgan Milujang daryosidagi Qulvoq musobaqasiga qatnashganligi bu atalmış Junxo madaniyatini qalbdan e'tirof qilishni aks ettirganligi haqidagi bildirishlar o'rin olgan. Xabarda yana har qaysi millat xalqining bayram mezgilida Qulvoq haydash, zong'zi tugib yeyish, she'r deklamasiya qilish qatorliq usullar bilan bayram tabriklaganligi bildirilgan bo'lib, bu haqdagi tarqalgan sirlarda Uyg'ur o'smirlarining Xitoycha an'anaviy kiyimlarini kiyib, zong'zi tugish, qog'oz qiyish qatorliq faoliyatlarga tashkillanganligi, sahnalarda turli numurlarni o'rindiganligi ko'rsatilgan. Xitoy yaqinqi yillar mobaynida Sharq Turkistondagi majburiy assimilyatsiya siyosatini atalmış 5ni qalbdan e'tirof qilish, ya'ni atalmış Xitoyni Junxo millatini, Junxo madaniyatini, Xitoy kommunistik partiyasini, Xitoycha sotsializmni qalbdan e'tirof qilish, Xinjiangni madaniyat bilan ozuqlantirish qatorliq irqiy qirg'inchilik siyosatlari bilan bog'lab ijro qilayotgan bo'lib, Uyg'urlarning an'anaviy bayramlari, urf-odatlari bo'lsa chetga qiqilmoqda, cheklanmoqda. Uyg'urlarning to'y odatimi Xitoyning ziyonkashligidan qutulolmadi. Sharq Turkistonda Uyg'ur qiz ayollari Xitoy oqqullari bilan to'y qilishga majburlangandan sirt, Uyg'urlarning to'y odatlarimi Xitoychilashtirish siyosatining qora ko'langisi ostida qolmoqda. Oldingi kunlarda ijtimoiy taratqularda tarqalgan sirlardagi ko'rinishlar muhojiratdagi Uyg'urlarning kuchli g'azabini qo'zg'adi. Mazkur sirlarda Uyg'urlarning to'y ma'rakasida kelin va kuyovg'ilning butunlay Xitoylarning qizil ranglik an'anaviy kiyimlarini kiyib to'y qilganligi, ma'raka zaliga Xitoyning panuslari esilganligi, to'y odatlarining butunlay Xitoycha o'tkazilganligi ko'rsatilgan.
Xitoycha kiyimdan boshqa yana alohida diqqat tortadigan kelinlar va kuyovlarning Xitoylarning odati bo'yicha ota-onasiga ta'zim qilishi, hatto Uyg'urlarning e'tiqodiga, an'anasiga butunlay zid holda yukinib bosh urishi bo'lgan. Mayli to'y qilguvchilar bo'lsin yoki qatnashquchilar bo'lsin, hammasining chiroyida to'y xushalligidan asar ko'rilmagan bo'lib, aksicha beoromlik, qayg'u to'kilib turgan ko'rinishlardan bu xil to'ylarning Xitoy rejimining majburlashi bilan o'tkazilganligini ko'rib olish tas emas. Xitoy irqiy qirg'inchilik jinoyatida Uyg'ur qatorliq turkiy xalqlarning kimligini, e'tiqodini, an'analarini butunlay yo'qotishga, xitoychilashtirishga urinib kelayotgan bo'lib, shohidlarning oshkorlashicha, to'ydagi eng muhim bosqichlarning biri bo'lgan nikoh o'qishmi allaburun cheklangan, xalq oshkora tilga ololmaydigan masalaga aylangan. Xalqning navbatdagi ozg'ina xushallik kunlari hisoblanadigan to'y ma'rakalarimi Xitoyning qora qo'lidan qutulib qololmagan. Amerika Rossiya tashqi ishlar ministrlari Ukraina masalasini muzokara qildi. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan Amerika tashqi ishlar ministri Marko Rubio Ukrainadagi to'qinishni hal qilish mumkinchiligi hamda bugun Turkiyada o'tkazilishi planlanayotgan Rossiya Ukraina suhbati to'g'risida so'zlashgan bo'lib, bu suhbat Ukrainaning Amerikaga oldin ma'lum qilmasdilar Rossiya havo armiya bazalariga qaratgan misli ko'rilmagan darajadagi shiddatli hujumlardan keyin o'tkazilgan. Rossiya tashqi ishlar ministrligi yakshanba kuni to'r betida e'lon qilgan bayonotida Sergey Lavrov bilan Marko Rubio Ukraina krizisini hal qilishga oid turli masalalar haqida fikr almashtirdi. Bularning ichida 2-iyun Rossiya Ukraina suhbatini Istanbulda qayta boshlash plani muborak degan iboralarga o'rin berilgan. Amerika tashqi ishlar ministrligi suhbatning Rossiyaning talabiga asosan elib berilganligini bildirib, Rubioning Amerika prezidenti Donald Trampning Rossiya bilan Ukraina o'rtasida bevosita suhbatni davomlashtirish chaqiriqini takrorlaganligini va buning mangulik tinchlikni ishga oshirish uchun zarur ekanligini ta'kidlaganligini qayd qilgan. Shuning bilan birga Rossiya xabar agentliklari Kreml maslahatchisi Vladimir Medinskining Rossiyaning Ukrainadan bir tinchlik kelishimi loyihasini topshirib olganligini aytganligini xabar qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Medinski bugun Ukraina bilan o'tkaziladigan tinchlik suhbatida Moskva o'mikiga rahbarlik qiladi ekan. Ikki amaldor o'rtasidagi bu suhbat Ukrainaning Rossiya havo armiya bazalariga misli ko'rilmagan darajada shiddatli hujum qilishidan keyin o'tkazilgan. Bir Ukrainalik hukumat amaldori Reuters agentligiga Ukrainaning Rossiya havo armiya bazalariga qilingan uchquchsiz havo apparati hujumlari haqida Amerikani oldin xabarlantirmaganligini bildirgan. Ukraina davlat ichi istixborot idorasi 4 bazaga qilingan hujumlarning javobgarligini ustiga olgan bo'lib, bir bexatarlik amaldori Rossiyaning jami 41 dona urush aeroplanining pajaqlab tashlanganligini ilgari surgan. Shuningdek, Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bu hujum haqida so'z qilib, Rossiyaga urush boshlangandan buyongi eng chong zarba berganligini bildirgan. Xitoy Tayvan masalasida Amerikaga norozilik bildirdi. Xitoy Amerikaning Tayvan masalasida o't bilan o'ynashmaslik kerakligi haqida jar solib, Amerika davlat mudofaa ministri Pete Hegsesning Singapurdagi bayonotlari sababli Washingtonga rasmiy norozilik bildirganligini e'lon qildi. Xitoy Tayvan masalasining butunlay Xitoyning ichki ishi ekanligini va chet elning aralashish huquqi yo'qligini, Xitoyning har vaqt munosabatli davlatlar o'rtasidagi ixtiloflarni suhbat va kengashish orqali hal qilishda ching turib kelganligini da'vo qildi. Amerika davlat mudofaa ministri Pete Hegseth oldingi hafta Singapurda o'tkazilgan Shangri-La dialog munbirida ogohlantirish berib, Xitoyning harbiy kuch orqali Osiyodagi kuch tengpunkligini buzishga tayyorlik qilayotganligini ta'kidlagan edi va har qaysi davlatlarning mudofaa ministrlarini ogohlantirib, Xitoy shakllantirgan tahdid haqiqatan mavjud, yana kelib qosh bilan kirpik orasida bo'lishi mumkin degan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.